Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 1-apreldagi yoqilg'i energetika resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishining oldini olish hamda energiya samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida PK 133-sonli qaror qabul qilindi. Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish va behuda sarflanishning oldini olish tizimini takomillashtirish, iqtisodiyot tarmoqlarida, davlat idoralarida va ijtimoiy soha obyektlarida hamda aholi xonadonlarida energiya tejamkorligi va samaradorligini yanada oshirish maqsadida hududlarda iste'molchilarni muqobil energiya resurslaridan foydalanishga o'tkazish hamda energiya tejovchi texnologiyalarni o'rnatish orqali 2,5 milliard kilovat soat elektr energiyasini va 1,1 milliard metr kub tabiiy gazni iqtisod qilishga erishish, shu jumladan iste'molchilar tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalaridan foydalanish hamda qo'shimcha 74 mingdan ortiq obyektni jami quvvati 785 megawatt bo'lgan quyosh panellarini va 9 mingdan ortiq 1,2 million litrli quyosh kollektorlarini o'rnatish hisobiga 1,6 milliard kilovat soat elektr energiyasini tejash. Aholisi ijtimoiy jihatdan og'ir ahvolda bo'lgan 300 ta mahallada quvvati 100 megawattdan ortiq kichik quvvatli fotoelektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 45 million metr kub tabiiy gazni tejash. Quvvati 65 megawattdan ortiq bo'lgan mingdan ziyod mikro va kichik gidroelektr stansiyalarini barpo etish hisobiga 172 million kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarishning imkoniyatini yaratish. Budjet tashkilotlarida energiya tejamkor uskunalardan foydalanishni kengaytirish hisobiga 39 million metr kub tabiiy gazni tejash. Respublika hududlarida energiya resurslarini iqtisod qilish bo'yicha tashkiliy texnik tadbirlarni amalga oshirish hisobiga 730 million kilovat soat elektr energiyasi va 980 million metr kub tabiiy gazni iqtisod qilish maqsadi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, energiya resurslaridan oqilona foydalaning, ularni tejang hamda samarali foydalaning.